Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bizda 91-dars aralash kasrlarni qo'shish va ayirish mavzusi. Yondosh mavzuyimiz shifokorlar mavzusi hamda mashqlarni bajarish jarayonida qo'shish, ayrilish va aralash kasr tushunchalariga to'xtalib o'tamiz. Hop, birinchi mashqqa e'tiborimizni qarataylik. Hop, rasmda necha dona dori borligini sanang deyilgan. Hop, demak, butun dorilarni sanayman. 1, 2, 3, 4 ta bu chap tomondagi va mana bu joyda dorining 4 dan 1 qismi bor. Mana bu va mana bu 4 dan 1 qismi. O'ng tomondan endi sanayman butunlarini. 5 deb ketaman. Hop, yoki endi qo'shmoqchi bo'lganligim uchun 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta butun dori va bitta 1/4 dori. Hop, e'tibor qiling. Qayerdan bildim men 4 dan 1 qismi ekanligini? Hop, e'tibor berib turing. Mana bu holatda tushuntirib o'tmoqchiman sizga. Demak, mana bu dori, e'tibor qiling. Mana dori tabletkamiz. Mana bu qismiga qarang. Hop, mana bu holatda bo'lib turibdi hozir. E'tibor beramiz. Mana bunday holatda turibdi. Demak, agar mana bu tomonga ham chiziq o'tsam, 4 bo'lakka bo'linadi dorimiz. Hop, ya'ni tabletkamiz 4 ta bo'lakka bo'linadi va bittasi bor mana. Buni 4 dan 1 deb atayman mana bu holatda. Va endi mana bu qismimiz, hop, mana shu 4 dan 1 dan 2 ta bo'ladigan bo'lsa, endi e'tibor bering. 4 dan 2 sifatida yozib olaman. Mana buni 4 dan 2 deb olaman. Mana bu qismimizni esa 5 dan 1 deb olaman. Va bularni qo'shib olishimiz kerak ekan mashqimizning asosiy mazmuni. Hop, qo'shishni qanday bajaramiz? Hop, e'tibor qilamiz. Demak, rasmni biroz kichaytirib olaman mana bu holatda. 4 butun e'tibor beramiz. 4 dan 2 qo'shilgan 5 dan 1 deb olaman buni. Hop, endi aralash kasrlarni qo'shishni qoidasi qanday? Eslab qoling. Hop, yana tushuntirib o'taman. Va mana bu joyda butun qismlarni birinchi qo'shib olaman. 4 ga 5 qo'shaman birinchi. 9 bo'ladi. 9 butun kasr chizasiz va mana bu mahrajlarni bittasini doimiy yozib qo'yasiz va suratlarni qo'shasiz. Ya'ni 2 qo'shuv 1. Natija 9 dan 3. Va biz birinchi mashqni muvaffaqiyatli bajarib oldik. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Biz sizlarga 4-sinf matematika darslarining murakkabligini hamda maktabda dars vaqtida vaqt yetkazish qiyinligini hisobga olgan holda 4-sinf matematika onlayn kursini taqdim qilamiz. Onlayn kursimiz barcha 2-qismdan boshlab 2, 3, 4 qismlar darsliklarini qanday qilib bajarishlarini tushuntirilgan holatda tayyorlangan video darslardan iborat. Onlayn kursimiz Telegram yopiq kanalda bo'ladi. Uni siz istalgan paytda, istalgan joyingizda ko'rib olishingiz va mavzularni o'zlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizning kursimizga a'zo bo'lganingizdan keyin siz YouTube'larda darslarni qidirib o'tirmaysiz. Har bir dars tartib bilan avtomatik ravishda kanalimizga joylab qo'yilgan. Ya'ni bunda siz darslarni o'zlashtirishingiz, o'zingiz tushunmay qolgan misollarni bemalol ko'rib olishingiz hamda qo'shimcha metodik materiallarga ega bo'lishingiz mumkin. Onlayn kursimizga ulanish narxi 1 martalik to'lov 25 ming so'm. O'quvchilarni hisobga olgan holatda biz juda ham arzon holatda taqdim qilganmiz. Kurslarga ulanish uchun Telegram orqali Sirojdomla akkauntiga yozishingiz mumkin bo'ladi. Hop, ikkinchi mashq aytayaptiki, shakllar ustidagi amallarni ko'rib chiqing. Har bir shakl uchun sonli tenglik yozing deyilgan. Hop, demak, birinchi shaklimiz uchun e'tibor beradigan bo'lsam, o'zi yozib qo'yilibdi mana bu joyda. E'tibor qilib qaraydigan bo'lsak. Hop, 3 butun 2 dan 3 4 qo'shilgan 1 butun 1 dan 4. Hop, e'tibor qiling. Hop, demak, mana buni qo'shishni qanday bajaraman? Birinchi har doim butun qismlarni qo'shib olaman. 3 ga 1 qo'shaman 4. Hop, mahrajga 4 ni bittasini yozib olasiz va suratlarni qo'shasiz. 2 plus 1. Natija 4 butun 3 dan 4 ko'rinishda ekan. Keyingi shaklimiz endi mana bu qarang. Hop, butunlar 3 ta. Mana bu holatda hop 5 tadan 3 tasi bor ekan. Demak, 3 butun 5 dan 3 ayrilgan. Endi mana bu joyda bitta butun va 5 dan 2 ta. 1 butun 5 dan 2. Hop, 3 dan 1 ni ayirib olaman. 2 butun bo'ladi. Mahrajni 5 ni o'zini yozib olaman va suratlarni ayiraman. 3 ayrilgan 2 barobar 2 butun 1 dan 5 yoki 5 dan 1 deb ataymiz buni. Hop, keyingi shaklga murojaat qilaman. Hop, e'tibor qiling, 2 ta butun qo'shilgan 2 qo'shilgan 1 butun 5 dan 2. Hop, e'tibor berib qaraydigan bo'lsam, mana bu kasrimizda kasr qismi yo'q, faqat butun qismini o'zi. Buni kasr qismini 0 deb atayveraman. Shunchaki 2 ga 1 qo'shaman 3. 3 butun 5 dan 2 ko'rinishda yozib olishingiz mumkin bo'ladi.
Hop, navbatdagi kasrimiz qanday ekan? E'tibor bering. 2,4 dan 6 ayrilgan 2,6 dan 4 ayrilgan 6 dan 3. Hop, endi mana bu joyda esa e'tibor bersa kasr qism yo'q. Demak, mana shu joyda nima bor desa, 0 bor ustoz deb ketaverasiz. Shunchaki 2 dan 0 ayiraman. 2 yozib olaman, mahrajga 6 ni yozaman va suratlarni ayiraman. 4 ayrilgan 3. Demak, natijada 2,6 dan 1 ko'rinishdagi kasr hosil bo'ldi va biz ikkinchi mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Demak, uchinchi mashqimizda hisoblang deyilgan va bizga kasrlar berilgan. E'tibor bering. Birinchi ustunni alohida bajarib olmoqchiman birinchi. 3 qo'shilgan 5 taqsim 10. Xo'p, mana shu vaziyatga ko'zingiz tushib qolsa, har doim mana bu kasrni o'zi va bu tomonda butun son berilsa, shunchaki mana bu holda 3 butun 10 dan 5 ko'rinishda yozib qo'yaverasiz. Keyingisi 6 qo'shilgan 12 dan 3. Demak, buni ham xuddi shunday 6 butun 12 dan 3 ko'rinishda yozib qo'yasiz. Keyingi holat 4 qo'shilgan 1 taqsim 3. Demak, bu ham 4 butun 1 taqsim 3 yoki 3 dan 1 deyishingiz mumkin. Hop, endi ikkinchi ustun. Hop, ikkinchi ustunimizda e'tibor bering, mana bu holatda berilgan. 6 butun 8 dan 2 qo'shilgan 5 dan 8. Hop, bu joyda endi mana bu holat bor. Ya'ni bittasida butun qism bor, ikkinchisida yo'q. Yo'q qismini, butun qismini 0 deb olasiz. Demak, 6 ga 0 ni qo'shsak 6, mahrajni yozaman va suratlarni qo'shaman. 2 plus 5. Natijada 6 butun 7 dan 8. Keyingisi 9 butun 17 dan 3 qo'shilgan 17 dan 4. Demak, bunda ham mana bu joyda butun qism 0. 9 ga 0 ni qo'shsam 9, 17 ni yozasiz va suratlarni qo'shasiz. 3 qo'shuv 4. Natija 9 butun 17 dan 7. Hop, keyingi kasrimiz 2 butun 13 dan 1 qo'shilgan 13 dan 9. Hop, bu vaziyatda ham 2 ga 0 ni qo'shib olasiz. Mana 0 bor deb 2 butun chiqadi. 13 ni yozaman, suratlarni qo'shaman. Natija 2 butun 13 dan 10 ko'rinishda qoladi. Hop, endi mana bu vaziyatga e'tibor qiling. Hop, mana shu joydan tenglik belgisini qo'yib yozib ketaveraman, joyini tejash uchun. 3 ga 1 ni qo'shaman, 4. Mahrajdan 1 ni yozib olaman va suratlarni qo'shaman. 2 plus 3. Natija 4 butun 7 dan 5. Hop, keyingi holat. Yana tenglik belgisini qo'yib olaman. 6 ga 3 qo'shaman. 9. Kasr chizib mahrajni yozaman bittasini. 1 ga 28 ni qo'shaman suratda. Natija 9 butun 40 dan 29. Hop, endi keyingi kasrga o'tamiz. Qarang, 15 ga 21 qo'shib olaman. 36 bo'ladi. 36 butun mahrajga 80 ni yozaman, suratni qo'shaman. 49 qo'shuv 22. Natija 36 butun 80 dan, hop, 20 ni qo'shsam 69, 2 ni qo'shsam 71. Va biz ushbu mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. Hop, navbatdagi 4-chi mashqimiz endi oldingi mashqdagi qo'shish edi, bu safar ayirish ekan. Hop, mana bunaqa vaziyat paydo bo'lib qolsa, qarang. Ya'ni 8 ayrilgan 3 dan 2 ayrilgan 5 bo'lib qolganimizni nima qilamiz? E'tibor berib turing. Hop, 8 dan shunchaki 5 ayirasiz. 3. Endi mana 8 ni kasr qismi bor-ku, shu kasr qismini mana buni orqasiga yozib qo'yasiz. 3 dan 2 ko'rinishda. Keyingi holat 13 butun 3 dan 1 ayrilgan 3. Hop, 13 dan 3 ayirib olasiz, 10 bo'ladi. Kasr chizamiz, 3 dan 1 ni yozib qo'yamiz. Keyingi holat 6 butun 7 dan 2 ayrilgan 4. 6 dan 4 ni ayiramiz, 2. 2 butun 7 dan 2 ko'rinishda bo'lib qoldi. Va biz ushbu ustunni bajarib oldik. Navbatdagi ustunga o'tamiz endi. Endigi holatda esa, hop, e'tibor bering, butun aralash kasr hamda kasr qismi o'zi. Hop, buni qanday bajaramiz? E'tibor berib turamiz. Hop, demak, bu kasrimizda quyidagicha berilgan. 5 butun 12 dan 9 ayrilgan 5 dan 12. 5 dan mana bu joydagi kasr butun qismi 0 deysizda, 0 ayirsangiz 5 chiqadi. 5 ni yozib olasiz, mana bunday.
Mahrajni yozasiz va 9 dan 5 ayiramiz. Ya'ni suratlarni ayiraman. 5 butun 12 dan 4. Keyingisi 8 butun 21 dan 17 ayrilgan 14 dan 21. Hop, bunda ham 8 dan 0 ayiraman, 8 yozaman. 21 ni yozib olaman, 17 dan 14 ayiraman. Demak, 8 butun 21 dan 3. Hop, keyingi holat 1 butun 10 dan 8 ayrilgan 10 dan 3. Bu vaziyatda ham 1 dan mana bu 0 ni ayiraman, 1 chiqadi. Mahraj 10 ni yozaman, 8 dan 3 ayiraman. Demak, 1 butun 10 dan 5. Hop, keyingi qismimiz ne edi? Hop, to'liq aralash kasrlarni ayirish belgilgan. Tenglik belgisini qo'yaman. E'tibor bering. 6 dan 1 ayiraman, 5 bo'ladi. 5 yozaman. Mahrajga 16 ni yozaman va suratlarni ayiraman. 7 ayiruv 4. Demak, 5 butun 16 dan 3. Keyingi holatda 65 dan 4 ayiraman, 61. Kasr chizig'ini chizaman, 22 ni yozib olaman va hop, suratlarni ayiraman. 19 dan 13 ayiraman. Barobar 61 butun 22 dan 6. Hop, keyingi kasrimiz. Hop, 42 dan 17 ni ayirib olaman. Demak, 25 bo'ladi. Kasr chizig'i chizaman, 89 yozaman va 45 ayiruv 29. Hop, 45 dan 25 ayirib olsam 20 qoladi, unda 4 ayrsam 16. Demak, 25 butun 89 dan 16. Hamda biz 4-mashqni muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. Navbatdagi mashq 5-mashq bizda. 5-mashq tenglamani yeching deyilgan shartida. Hop, e'tibor qiling, noma'lum qism mana bu qism deymanda. Hozircha bu qismga e'tibor bermayman va shunchaki ko'chirib yozaman. X qo'shilgan 2,5 dan 2. Hop, teng deb yozaman. 1,3 dan 5 ni yozib olaman. E'tibor qiling. Mana buni bu tarafga o'tkazib yuborishimiz kerak. O'tkazib yuboradigan bo'lsak nima bo'ladi? Qo'shish bo'lib o'tadi. Qo'shilgan. Demak, qayta ko'chirib yozaman mana buni. X qo'shilgan 2,5 dan 2 barobar. Hop, mana buni butun qismlarni qo'shsam 5 bo'ladi. Kasr chizib 5 ni yozib olaman, surat bilan qo'shaman. Hop, 1 qo'shuv. Hop, mana bu joyda 3 qo'shuv 4 butun, hozir 1 minut. Mana bu joyda xato ketib qolgan. To'g'rilab qo'yaman, 1 yozaman. 3 qo'shuv 1 bo'ladi. Demak, x qo'shilgan 2,5 dan 2 teng 5,5 dan 4 va x ni topadigan bo'lsak bu joyda 5,5 dan 4 ayrilgan 2,2 dan 5 va x barobar bo'ladi. 5 dan 2 ni ayrsam 3, 5 ni yozib olaman, 4 ayiruv 2. Natijada 3,2 dan 5 dan 2. Demak, birinchi tenglamani bajarib oldik. Javobini yozib qo'yaman. X teng 3,5 dan 2. Hop, endi ikkinchi misolga o'tamiz. Ikkinchi misolimizda nima deyapti bizga? 7,15 dan 8 ayrilgan y ayrilgan 1,15 dan 3 barobar 5,15 dan 7. Hop, noma'lum qism mana bu qismimizda. Buni alohida yozib olaman, ya'ni y ayrilgan 1,15 dan 3 barobar. Hop, mana bu qism, ya'ni 7,15 dan 8 ayrilgan 5,15 dan 7. Demak, y ayrilgan 1,15 dan 3 teng bo'ladi. 7 dan 5 ayirsak 2, 15 yozib olaman. 8 ayiruv 7 suratda. Hop, buni qayta yozib qo'ymoqchiman. Mana bu joyga y ayrilgan 1,15 dan 3 teng ekan 2,15 dan 1 ga. Va y ni topish uchun nima qilaman? Y ni topish uchun 2,15 dan 1 ga qo'shaman 1,15 dan 3 ni. Hop, natijada y barobar 2 ga 1 qo'shsam 3, mahrajni o'zini yozaman-da, suratlarni qo'shaman, 1 qo'shuv 3. Va y barobar 3,15 dan 4 degan javob kelib chiqadi. Hamda biz ushbu mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. 6-mashq aytayaptiki, inson qonining massasi uning tanasi massasining 100 dan 7 qismiga teng.
Vazningizni qanchaligini eslang va uni grammlarga o'tkazing va tarangizdagi qonning massasini aniqlang deyilgan mashqimiz shartda. Xo'p, aytaylik meni vaznim. Xo'p, siz o'zingizni vazningizni qo'yasiz mana shu joyga. Meni vaznim xo'p 80 kilogramm. Xo'p, endi buni grammlarga o'tkazadigan bo'lsam, 80 ko'paytirib 1000 bo'ladi. Natijada 80.000 gramm. Va endi buni 100dan 7 qismi qon tashkil qilar ekan. 100dan 7 qismini qanday qilib hisoblayman? 80.000 ni 100 ga bo'laman va 7 ga ko'paytiraman. Ya'ni 80.000 bo'lingan 100 ko'paytirilgan 7. 100 ga bo'lish degani ikkitadan nolni chizib tashlash degani. Shunchaki demak 800 ko'paytiruv 7. Demak 8 kare 7 56. Orqasiga ikkitilni yozaman. 5600 gramm. Demak meni tanamdagi qonning massasi 5600 gramm ekan. Qonning massasi 5600 gramm. Va biz 6-mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Hop, 135 bo'lingan 15 ko'rinishiga kelib qoldi bu joyda. Hop, natijada 9 minut degan javob kelib chiqadi bizda. 9 minut. Bizdan tez yordam mashinasi qancha vaqt yo'l yurgan deb so'rayapti. Demak, T1 2 minut edi. 2 minut qo'shilgan 9 minut. Javobimiz 11 minut degan javob kelib chiqadi. Va biz ushbu mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa bemalol o'tishimiz mumkin. Navbatdagi 8-mashqqa e'tibor qarataylik. Shifoxonadagi bir necha bemorni yotqizish kerak. Agar har bir palataga 3 kishidan joylashtirilsa, hamma palatalar to'lib 5 kishi yo'lakda qoladi. Ya'ni 5 kishiga joy yetmaydi degani bu. Agar har bir palataga 4 kishidan joylashtirilsa, ikkita palata bo'sh qoladi. Shifoxonada nechta palata va nechta bemor bor deyilgan. Keling, mana bunday qilaman. Bemorlar soni aytaylik B harfi bilan belgilayman. Palatalar sonini P bilan belgilab olaman. Birinchi holatda bemorlar nechta deb savol beraman va o'qiyman. Agar har bir palataga 3 kishidan joylashtirilsa, hamma palatalar to'lib 5 kishi yo'lakda qoladi. Demak, bitta palataga 3 kishi bo'lsa, nechta jam palatada nechta bemor bor desa, 3 ko'paytirilgan P deysiz va e'tibor berib turamiz. Hop, 3 tadan joylashtirsa, 3 tadan palata va 5 ta bemor ham bor deb mana bunday yozaman. Bu birinchi holat uchun 3 kishidan joylashtirsa. Ikkinchi holat uchun ko'raman endi. Hop, bemorlar deyman, 4 kishidan joylashtirsa, 2 ta palata bo'sh qoladi. Qarang, jam palatalar sonini P deb belgilagandim-ku, to'g'rimi? Demak, 4 kishidan joylashtirib 4 ko'paytiruv, 2 ta palata bo'sh qoladimi? P ayru 2 deb yozib olaman buni. Bu nima degani? 4P ayru 8 degani. Har ikkala holatda ham e'tibor bersam, e'tibor bering. Bemorlar soni bir xil. Buni tenglab olaman. Tenglamaga aylantiramiz. Demak, 3P qo'shuv 5 barobar 4P ayru 8. Va tenglamani ishlaydigan bo'lsam, qarang. Hop, 4P ayru 3 ta, 4 ta palata ayru 3 ta palata. Hop, 5 qo'shuv 8 ga teng. 4 ta palatadan 3 ta palata ayırsam, bitta palata qoladi. Palata barobar 13. Demak, 13 ta palata bor. Hop, endi aytadi, 3 kishidan joylashtirilsa, hamma palatalar to'lib 5 kishi ortib qoladimi? Demak, buni nechta bemor borligini topaman. Bemorlar barobar 3 ko'paytirilgan 13 qo'shilgan 5. 3 kare 13 39 qo'shilgan 5. Demak, 44. Hop, bemorlar 44 ta. Bemorlar 44 ta. Palatalar 13 ta. Va biz ushbu topshiriqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi topshiriqqa o'tishimiz mumkin. Demak, 9-mashqni bajarishdan oldin mana buni birinchi misolda olamiz va amallar tartibini belgilayman. Birinchi ish, ikkinchi ish, uchinchi ish hamda to'rtinchi ish.
Birinchi misolni birinchi ishni bajarishdan boshladim, qarang. Birinchi ishda nima qilar ekanman? 5,18 dan 1 qo'shilgan 3,18 dan 9. 5 ga 3 qo'shaman 8. Mahrajga 18 ni yozaman va 9 qo'shuv 1. Demak 8,18 dan 10. Ikkinchi ish 8,18 dan 10 ayrilgan 4,18 dan 7. Qarang, 8 dan 4 ayirib olaman, 4 qoladi. Mahrajga 18 yozib olib, suratlarni ayiraman. 10 ayrilgan 7. Demak, 4,18 dan 3. Xo'p, endi 3-chi ishga o'taman. 3-chi ishda nima deyapti? Keling, mana buni joydan yozsam bo'lar ekan. 3-chi ishni 9,18 dan 8 ayrilgan 6,18 dan 3. 9 dan 6 ni ayiraman 3. 18 yozaman va mana shu yerda 8 dan 3 ayiraman 5 bo'ladi. 4-chi ish. 4-chi ish endi yig'inda. Xo'p, 4-chi ishda nima qilamiz? 4-chi ishda 2-chi ishdan chiqqan songa qo'shamiz 3-chi ishdan chiqqan sonni. 2-chi ishdan 4,18 dan 3 chiqqan, unga qo'shaman 3,18 dan 5 ni. Demak, 4 ga 3 qo'shsam 7, 18, mahraj yozib olamiz va suratlarni qo'shaman. 3 plus 5. Natijada 7,18 dan 8. Mana bu joyga yozib qo'yaman. 7,18 dan 8 deb. Va bu birinchi mashqni bajarib olayim, joyini tozalab olaman mana bu qismini va ikkinchi mashqqa o'taman. Ikkinchi misol bu. Ikkinchi misolda belgilab olaman va birinchi qiladigan ishim amallar tartibini belgilayman. Birinchi qavsini bajaraman. Bu birinchi ish. Mana bunisi ikkinchi ish va chap tomondan mana bu 3-chi ish bo'ladi. Hamda mana bu 4-chi ish. Endi birinchi ishdan boshlayman. 9,39 dan 5 ayrilgan 4,39 dan 1. 9 dan 4 ayirsam 5 yozaman va mahrajni yozib suratlarni ayiraman. 5 ayiruv 1. Demak 5,39 dan 4. Ikkinchi ish 5,39 dan 4 qo'shilgan 1,39 dan 6. Hop, 5 ga 1 qo'shib olaman, 6 hosil bo'ladi. 39 yozaman. Suratlarni qo'shaman. Demak, 6,39 dan 10. 3-chi ish. Hop, demak 42,39 dan 38 ayrilgan ikkinchidan chiqqan son 6,39 dan 10. Barobar 42 dan 6 ni ayirib olsam 36. Mahraj, ya'ni mahraj sifatida 39 yozaman, 38 dan 10 ni ayiraman. Natijada 36,39 dan 28. 4-chi ish 36,39 dan 28 ayrilgan 13,39 dan 7. 36 dan 13 ayirsam 23. 39 yozib olaman. 28 dan 7 ayirsam 21. Va mana bu joyga javobni yozaman. 23,39 dan 21. Va biz ushbu mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. Hop, bizda 10-mashq. 10-mashqda aytadiki, shifokor bemorga dori yozib bermoqchi. Bemor dorini bir kunda vaznining har 10 kilogrammiga bitta donadan ichish kerak. Vazni 40 kilogramm bo'lgan bemor bir kunda necha dori ichish kerak? Vazni 50 kilogramm bo'lsa-chi, 80 kilogramm bo'lsa-chi deyilgan. Keling, bundoq hisoblayman. 40 kilogramm nima degani? E'tibor bering. 40 kilogramm degani 10 kilogramm qo'shilgan 10 kilogramm qo'shilgan 10 kilogramm qo'shilgan 10 kilogramm. Xo'p, demak 4 ta 10 kilogramm. Demak, har biriga bittadan tabletka ichadigan bo'lsa, bemor nechta ichadi? E'tibor bering. Demak, 4 ta ichadi.
Hop, ya'ni 40 ni qanday yozib olasiz? Idishda tabletga ichishini topish uchun desa, 40 kilogramm teng deysiz. 4 ko'paytiruv 10 kilogramm deb olamiz. To'g'rimi? Demak, bundan 4 ta deb yozaman. Hop, endi xulosamizdan foydalanib 50 kilogramm hisoblayman. 50 kilogramm teng bo'ladi 5 ko'paytiruv 10 kilogramm. Natijada 5 ta ichadi. 5 ta. Hop, 80 kilogramm bo'lsa-chi, debdi masalamiz shartda. Barobar 8 ko'paytiruv 10 kilogramm. Demak, bundan hop 8 ta. Va biz ushbu mashqni yakunladik. Ushbu mashq mavzuyimizning oxirgi mashqi. Kelasi darsimizda yana bir yangi mavzuni ko'rib chiqamiz.